Men bepusht bo'lsam, qanaqasiga bo'yimda bo'lib qoladi? Nima? Suyunchi, sen menga bergan ovqatlaringni yemay qo'yganimdan keyin bo'yimda bo'ldi. Ammo seni bolangdan emas. Anavi 4 yirtqichni birini bolasini ko'tarib yuribman. Hayrat, eshityapsanmi? Seni qo'lingdan kelmagan ishni o'zing himoya qilib yurgan do'stlaring qildi. Kechir meni bolam, kechir mendek bebaxtni, mendek qora shaytonni kechir. Buni hammasini sening iqboling uchun qildim bolam. Qanaqasiga ona? Qanaqasiga qo'lingiz bordi ona? Men seni yaxshi xotin olib, baxtli bo'lishingni ko'rmoqchi edim. Bu senga yaxshi xotin bo'la olmasligini, bola tug'ib bera olmasligini bilgandim. Men seni turmushingga eng boshidan qarshi bo'lib keldim. Go'rida tiktirgur otang meni bolamni tanlovga aralashma deganidan keyin qo'limdan hech narsa kelmadi. Bu bizni tengimizmi? Nega ona? Nega tushunmaysan? Shunday yig'lab turaverasanmi? Hozir erkak bo'lib bir qarorga kel. Qo'lingdan kelmaydimi? Umringda bir marta qaror qil. Yoki meni ot, yoki qama. Qani? Yo'q, Qani bo'lsang-chi? yo'q. Shu to'pponchang bilan